O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar Cheris WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Energiya men uchun bitta like sizlardan. Aqlingizdagi kartangiz savolim. Aqlingizdagi kishi bilan sizni nima kutyapti? Karta aytishimdan oldin qaraymiz kartaga. Uni ismini va o'zingizni ismingizni ichingizda aytasiz. Teshirgan joyga kirib olamiz, xayol bitta joyga qo'yib, mana eshitamiz. Ketdik. Xo'p. Aqlingizdagi inson bilan danni время yaxshi, bir-birini yaxshi ko'rasizlar. Bir-birini yaxshi ko'rasizlar. Пока что hammasi yaxshi ketyapti. Da aqlingizdagi kishi stabilniy pul topar ekan. Davlat ishida ishlaydimi deyman yoki-da qanaqadir kichkinagina magazinchasi bormi? Xo'p, bola yaxshi, aqlingizdagi inson yaxshi ekan. Naleva направо yurmas ekan. Lekin ozgina sizlarga ko'z tegishli bo'ladi. Lekin yomon narsalar tushmadi. Kartangiz toza, chiroyli chiqdi, gap yo'q. Lekin ozgina ko'z tegishli bo'ladi. Ozgina urushib qolasizlar, ozgina arazlashib qolasizlar. Lekin misol uchun bir-biringlarni yuz ko'rmas bo'lib ketadigan darajada yoki-da umuman bir-birlar hayotingizdan chiqib ketadigan darajada emas. Endi bo'ladi-ku bir-biringlar bilan xotin yoki-da parachiqlar urushi bo'ladi. Slehka shunaqa bo'ladi. Xo'p, agarda aqlingizdagi kishi bilan urushgan bo'lsanglar, yarashinglar. Oranglarda qanaqadir sovchilik bo'layotgan bo'lsa, ayniqsa qizlarimiz unaqa qilmanglar, chunki bolada yuksalish bo'lyapti. Bolani ishidan yoki-da pul tomonlama yuksalishlar bo'lyapti. Bola juda ham tirishqoq, yaxshi bola. U bola sizni o'ylayapti va misol uchun potahasi bo'lganlar ko'rayotgan bo'lsa yoki-da to'yi niyat qilib qo'yganlar qizlarimizga ko'rayotgan bo'lsa, u harakat qilyapti. To'yinglar chiroyli o'tishiga, hayotinglar chiroyli bo'lishiga harakat qilyapti. Bola polniy harakatda, siz uchun harakatda. Bayram kelyapti, yaqinda qanaqadir sizni xursand qiladigan podarka oladimi yoki-da sizni nimadir qilib xursand qilmoqchi. Bola polniy harakatda. Bitta joyda turmas ekan. Gap yo'q. Отношениyalar yaxshi, juda ham chiroyli, toza chiqdi. Bu deyishinglar bormi? Bor. U sizni o'zini bo'lajak ayolidek, farzandlarini onasidek ko'ryapti. Agar bu raskladimmi eri bor